Jannat sog'inchi. Muallif Yorqinjon qori Fozilov. Mehr oqibat. Qiyomatning alomatlaridan ikkinchi bo'lib ko'tariladigan narsa insonlar orasidagi mehr oqibat deyiladi. Jabroil alayhissalom dedilar: insonlar mehr oqibat bilan hisoblashmay qo'yadilar. Bu tuyg'u insonlar nazdida go'yo keraksiz narsaga aylanib qoladi. Shunga bog'liq voqealarga to'xtalamiz. Shu tufayli yuzaki do'stlar ko'paydi. Bir-birlari bilan do'stlashish dunyo manfaati uchun bo'lib qoldi. Mol dunyoga ega bo'lgan kimsalar hurmat qozondilar. Ular atrofida do'stlar kundan kunga ziyoda bo'ldi. Alloh taolo uchun do'st bo'lish go'yoki foydasiz narsaga aylanib qoldi. Dunyo sababli bir-birlari bilan og'iz burun o'pishadigan do'stlar ko'payib bormoqda. Bu kabi do'stlar to moli dunyosi bo'lguniga qadar davom etadi. Eski qadrdon birga ulg'aygan do'stlarning qadr-qimmati mol dunyo sababli kechagina do'stlashgan yangi do'stlarning qadr-qimmatichalik bo'lmay qoldi. Vaholanki dunyoda hamma narsaning yangisi yaxshidir. Faqat do'stnigina eskisi yaxshidir. Eski qadrdon do'stlardan birortasi ko'cha-kuyda uchrab qolib, ishlari yurishmayotganidan hasrat qilib qolsa, hozir mendan biror narsa so'rab qolmasa edi deya gapni qisqa qilib tezroq qochib qolishni ko'zlab qoladigan do'stlar aksariyatni tashkil etadi. Boylar, ya'ni mol dunyo egalari har yerda qadrlanadigan bo'lib qoldi. Obro' mansab egalari ham har yerda hurmatlidirlar. Shu sababli savdogarlar ham mollarining narxlarini boy yoki obro'li kishilar uchun pasaytiradilar. Kambag'al xaridorlarga esa aytgan narxiga sotadilar. Ya'ni aksincha bo'lib qoldi. Kambag'allarning xafa bo'lishi hech kimni qo'rqitmay qo'ydi. Ya'ni Alloh taolo uchun qilinadigan amallar yo'qolib bormoqda. Har qanday majlis yoki to'y marosimlarda ham mol dunyo egalarini boshqacha hurmat qilishlari yaqqol sezilib turadi. Hatto yoshi ulug' kimsalarga ham u qadar e'tibor qilinmaydi. Agarda mol egalari so'zlasalar, uning so'zini tasdiqlab turuvchilar aksariyat kishilarni tashkil etadi. So'zlovchining so'ziga emas, o'ziga qarab baho beruvchilar ko'payib bormoqda. Kambag'al haqni so'zlasa-da, unga e'tibor qilinmaydi. Do'stlardan birortasi kasal bo'lganini eshitsalar, o'sha do'stdan biror dunyo manfaati yetib turadigan bo'lsagina uning ziyoratiga shoshadilar. Lekin nochor kambag'al bemor bo'lsa-chi, hatto bilmaslikka oladigan do'stlar ham ko'payib bormoqda. Chunki mehr oqibatning sariq chaqalik qadri qolmayapti. Tobora munofiq do'stlar ko'payib, yuzaki muomala avj olmoqda. Hatto sening moling o'zida bo'lib qolishini istaydigan do'stlar ham yo'q emas. Do'stining ayoli sababli unikiga serqatnov bo'lib qoladigan do'stlar ham yo'q emas. Ziyoratlar ham biror dunyo manfaati sababidan bo'lib qoldi. Ehsonlarga asosan boylar chaqirilar, kambag'allar unutilmoqda. Aksariyat insonlar boylarga shu qadar suyanib qolmoqdilarki, go'yoki rizqni o'shalar beradiganday. Kambag'aldan shu qadar uzoqlashmoqdalarki, go'yo uning kambag'alligi yo'qib qoladiganday. Insonlar bir-birlarini faqat hojat sababidan ziyorat qiladigan bo'lib qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki do'stini xolis Alloh uchun ziyorat qilsa, unga jannatda qasr quriladi deb bashorat berdilar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishi o'zining boshqa qishloqdagi birodarini ziyorat qildi.
Alloh uning yo'liga kutib turadigan farishtani qo'ydi. Uning oldiga kelgan payt, "Qayoqqa bormoqchisan?" dedi. "Ushbu qishloqdagi birodarimga bormoqchiman" dedi. "Unda sen ko'zlagan ne'mat bormi?" dedi. "Yo'q, faqat men unga Alloh azza va jalla uchun muhabbat qilganman" dedi. "Albatta men senga Allohning elchisiman. Batahqiq sen uni yaxshi ko'rganingdek, Alloh seni yaxshi ko'rdi" dedi. Muslim rivoyat qilganlar. Bir insonni bir shaharning hokimi yaxshi ko'rib qolsa, bu narsa uni naqadar quvontiradi. U bor yo'g'i bir hokimdir va u mansabda qancha turadi, har holda vaqtincha ekanligi aniqdir. Shu omonat hokimning suyib qolishi bizni qanchalar xursand qiladi, bizga qanchalar xotirjamlik ato qiladi. Agar amallarimizni xolis qilsak-chi, butun olamlarning parvardigori, barcha hojatlarni ravo qiluvchi va butun mahluqotning taqdiri uning qo'lida bo'lgan zot va mangulik sohibi bo'lgan Alloh taoloning suyukli bandasiga aylanib qolamiz. Bu beqiyos va mangu baxt va saodat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Do'stingning qalbida senga bo'lgan samimiyat qanday ekanligini bilmoqchi bo'lsang, o'zingning qalbingga nazar sol. Sen qalbingda do'stingga qanday munosabatda bo'lsang, do'sting ham senga shunday munosabatdadir. Ya'ni dildan dilga yo'l. Mo'minning do'sti Alloh taolodir. Mo'minning Alloh taologa bo'lgan iymoni chin qalbdan samimiy bo'lsa va buyruqlarni bajarishda qalbida sodiq bo'lsa, Alloh taolo ham unga shunday munosabatda bo'lar ekan. Demak, har bir amalimizda faqat Alloh taoloning rizoligini ko'zlab harakat qiladigan bo'lsak, bizga shunday amaldangina naf yetar ekan. Bu dunyo manfaati ko'zlansa-chi, unga ham erishamiz. Lekin u juda oz va o'tkinchidir. Dunyo foniy bo'lganligi sababli undan ko'zlangan va erishilgan foydalar ham foniydir. Alloh taolo barchamizga mangu saodatga erishmoqlikni nasib etsin. Amin.